hiqildoq larinix deb ataladi. Joylashish haqida gapiradigan bo'lsak, galotopiyasi ko'krak bo'shlig'ining yuqori qismida joylashgan. Skletopiyasi bo'lsa 5-6 bo'yin umurtqalarigacha bo'lgan joyini egallaydi. Sintopiyasi esa orqa tomondan halqa bilan, ikki yonida esa umumiy uyqu arteriyasi bilan chegaralanib turadi. Endi hiqildog'imiz larinix 3 qismdan tashkil topgan. Tuzilishi xuddi qum soati singari. Yuqorgi qismi pars vestibularis, ya'ni dahliz qismi, o'rta qismi pars intermedia qismi va pastki qismi esa kengaygan qismi pars cava qismlaridan tashkil topgan. Bundan tashqari hiqildog'imizni asosiy vazifasi nafas a'zolarimizni himoya qilish va ovoz hosil qilishda ishtirok etish hisoblanadi. Hiqildoqda biz bilamiz 3 ta juft va 3 ta tog'-tog'aylarimiz mavjud. Juft tog'aylarimizning birinchisi cartilago ariterioidia, ya'ni cho'michsimon tog'ay, ikkinchisi cartilago corniculata, shoxsimon tog'ay va uchinchisi cartilago unicerioidia, ponasimon tog'aylardan tashkil topgan. Bundan tashqari tog'-tog'aylari esa cartilago tiroidia, qalqonsimon tog'ay, cartilago cricotiroidia, uzuksimon tog'ay, cartilago epiglotica, hiqildoq usti tog'aylardan tashkil topgan. Bundan tashqari biz hiqildog'imizni bilamiz, nima deganmiz? Aytyapmiz, ovoz hosil qilishda ishtirok etadi deyapmiz. Ovoz hosil qilishda endi muskullar ishtirok etadi. Shuning uchun biz hiqildoqni murakkab a'zolarimiz ham tog'aydan tashkil topyapti, ham muskuldan tashkil topyapti. Muskullarni biz 3 guruhga bo'lamiz. Birinchisi ovoz yorug'ini kengaytiruvchi muskullar, ya'ni dilatatorlar. Unga bir dona muskulimiz kiradi. U muskul esa musculus cricoariterioidia posterior, mana uzuk, cho'mich, orqa muskuli. Ikkinchi guruh muskullarimiz esa ovoz yorug'ini toraytiruvchilar, ya'ni konstruktorlar. Ularga 4 ta muskulni kiritamiz. Ulardan birinchisi musculus cricoariterioidia lateralis, mana yonida turibdi, mana yonida joylashganligi uchun musculus cricoariterioidia lateralis deyapmiz. Ikkinchisi musculus arterioidia obliqua, mana ya'ni cho'mich qiyshiq muskuli. Uchinchisi esa musculus arterioidia transversalis, cho'michsimon bunaqangi ko'tarak muskul. To'rtinchisi esa tiroidia arterioidia, qalqon va cho'michsimon muskullardan tashkil topadi. Uchinchi guruh muskullari esa ovoz yorug'ini mana kengayishini va torayishini boshqaruvchi muskullar, ya'ni dirijorlar. Bularga kiradi musculus cricoarterioidia, musculus cricotiroidia muskullari kiradi. Yaqindan ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu hiqildog'imiz til osti suyagi osxiya idiom bilan nima hosil qilib birikadiganmiz? Tog'ay hosil qilib, ya'ni bo'g'im hosil qilib kechirasak, birikadi deb aytganmiz. Bundan tashqari hiqildog'imizni 3 ta yuzasi bor. Facies anterior, facies mediana, facies posterior qismlardan tashkil topgan. Undan tashqari hiqildog'imizda 2 ta o'sig'imiz bor. Birinchisi ovoz o'sig'i processus vocalus, ikkinchisi esa musculus